Bunisi ikkita, bunisi bir tug'an. Hurmatli do'stlar, assalomu alaykum. Yana bir bor mana sizlarga ajoyib mollarimizni ko'rsatib o'tyapmiz. Ikki tug'an, bir tug'an. Ikkalasi ham bo'g'ozmi? Ikkalasi ham bo'g'oz do'stlar, tekshiruvdan o'tgan. Ikkala molimiz sotiladi do'stlar mana. Necha oylik bolalar bor aka ichida? 3,5 oylik bunda, 3 oylik. Ha, 3,5 oylik bunda. Qonida bolasi bor. 3 oylik bunda bor ekan. Sog'ilmaydimi? Sog'ilmaydimi? 5 litr suti ham bor. Ha. Buni qancha deyapsiz? 12 million 500. 12 million 500. Aha. Bunisi 12 million. Bunisi 12 million. Bozor qancha so'raydi? Mana bozor 11,5 so'rayapti. 11,5 million so'rayapti. Bunisi-chi? 12 million so'rayapti. Buni 12 million so'rayapti ekan. 12 million 500 deyapsiz. 12 million so'ralyapti ekan. Bo'g'oz mollarimizdan. Olinganlardan hurmatli obunachilarimiz, mana bir to'ganlardan 18 millionga baraka bo'libdi do'stlar. Bolachasi mana u kichigin. Yaqinda tug'ilgan, ranglari qop-qora do'stlar. 18 millionga baraka bo'lgan do'stlar, sotilganlardan. Suti ham yaxshigina bor do'stlar mana. Taxminan bir 4-5 tala bor. Ha. Do'stlar mana sizga bo'g'ozmi, qismi bular? Ayla bolalar. Ha, bolalar ha. Bunisi bo'g'oz ha? Nechinchi qorin? 2 oylik, 3 oylik. Ha, 2 oylik bo'g'oz. Tak, buni ishda tug'gan dedik. 3 tug'an. Ishda tug'gan 4-qoringa bo'g'ozda. Bolalar qanchami? Ha, sari buniki. Qora. Ha, mana bolachalar do'stlar. Mana shu ikkalasi bolachasi, ikkalasi ham onajinchi ekan. Bunisi necha tug'gan dedik? Bunisi bir tug'gan ha? Birinchi bola. Birinchi bolasi. Bo'g'ozmi, qismi? Endi bilmayman. Ha, aniq emas. Necha pul deyapsiz buni? 20 deb anaga tushib beraman. 20 million kam bor ha? Qaydi mollar? Qayerda bola? Qayariqniki. Qancha so'ra buni? 18,5 so'radi. 8,5 million bermadi. Buni qancha so'ra? Buni 18,5 so'radi. Buni ham 18,5 million so'ralgan. O'zi qancha deyapsiz buni? 20 debman Premier Tour ketib berib beraman. 20 million kam bor, kelishamiz. Hurmatli obunachilar, mana akamiz uylarda yana bor ekan. Xudo xolasa nomerlar yozib qolamiz. Necha? 94lik 530 40 65 nomerlarga aloqa qilib ko'ramiz. Payariqniki ha? Payariqniki do'stlar, aloqa qilib ko'ramiz. Mana bolachalar mana bu. Bundan tashqari yana uylarda ham bor ekan. 18,600 bo'ldi. 18 million 600 ga baraka bo'libdi do'stlar, 5-bolasi. Bola ho'kizcha. Ho'kizcha bolasi. Anchagina suti ham bor ha? Ha, 10 ta suti bor. 10 litr suti ham bor ekan. Barakasini bersin do'stlar. Mana baquvvat mollarimiz. Mana bolachasi ajoyib ekan. Qayerga ketyapti endi? Ishtixonga. Aha, 18 million 500. Ha, 600 ha. 18 million 600 do'stlar. Suti anchagina bor mana. Hammamizga nasib qilsin. Hurmatli obunachilar, buni Mirquloq TV kanalida kuzatyapsiz. Ekranda yozib qoldiramiz. Mirquloq kanalimizda ham tomosha qilib borasiz do'stlar. Kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. So'rovlarimizni katta kichik navbatlarimizni oldik. Mirquloq YouTube kanalimizda bemalol tomosha qilsangiz bo'ladi do'stlar. Samarqand Ishtixon Betan chorva bozorlarimiz 3-iyun sanamiz.